Qanday qilib umurtqa tanasini ezilib sinib qolgan bemorda 2 oy yotqizmasdan bir kunning o'zida oyoqqa turishini shu video orqali bilib olasiz. Akmaljon doktor, kecha kuni zinadan oyog'im tobiga qilib tushib, umurtqamni sindirib olibman. Oyoq qo'l sinsa, bilaman gips qilinadi. Bir umurtqa sinsa nima qilish kerak? Maslahat bering. Yaxshi ish bu aka. Agarda umurtqa tanasini birinchi darajali siniq bo'ladigan bo'lsa, bunda 2 oy bir joyda qimirlamay yotish kerak. Agarda bo'g'im o'simtalari yoki o'tkir o'simtalari umurtqani sinadigan bo'lsa, bunda hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Ishingiz davom etasiz bo'ladi. Lekin ko'pincha umurtqa tanasi birinchi darajada kompensatsion ezilib sinib qolganda 2 oy bir joyda pastelniy rejim qilib yotish kerak. 2 oy qimirlamay yotish kerak deyapsiz. Bu 2 oy davomida umuman qimirlamaslik kerakmi? To'y bo'yiga, ko'cha-ko'chaga chiqsa bo'lmaydimi? Tirikchilik nima bo'ladi endi? Hech bo'lmaganda 2 oy bir joyda qimirlamay yotish kerak. Shundagina umurtqani singan qismi bitishi mumkin. Yursangiz yoki to'y po'ylarga boradigan bo'lsangiz, nagursa uchadigan bo'lsa, singan suvay bo'laklari orqa miya kanaliga chiqib ketadigan bo'lsa, unda muammoingiz kattalashadi va keyinchalik sizga bu narsa asorat berishi ham mumkin. Boshqa yo'li yo'qmi, doktor? 2 oy bir joyda qimirlamay yotishni o'ylang. Rossa rejalashtirgan ishlarim bor edi, to'y po'ychilar bor edi. Singan umurtqa tanasi agar birinchi darajada kompensatsion sinib ezilib qoladigan bo'lsa, buni maxsus biologik sementni umurtqa tanasiga perkutan vertebroplastika degan amaliyot orqali jo'natib, uni mustahkamlash mumkin. Shu orqali tezroq oyoqqa turib, bir kunda ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Xavfli emasmi bu amaliyot? Asoratlari bo'lmaydimi keyin? Qanchada ishga qaytishi mumkin? Bu amaliyot umuman xavfli emas. Kesilmaydi, qon ketmaydi va sizga katta jarohat yetkazilmaydi. Eng asosiy tomoni, biz sementni, biologik sementni umurtqa tanasiga yuborganimizdan keyin 2 soat ichida umurtqa qotib, mustahkam bo'lib, o'zingiz suvayingizdan mustahkam bo'ladi. 2 soatdan keyin o'rningizdan turib, o'tirib, yurib, ish faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin. Bu amaliyotni bajarish uchun katta narkoz berilmaydi. Faqat og'riq sezmaslik uchun faqat ozgina dori berib uxlatib qo'yamiz xolos. Yo'g'i, bir kunda ishga qaytamanmi? Zo'ru, bo'lmasam o'shani qildiraman. Rahmat doktor. Meni fikrimcha, bemor o'zi uchun eng optimal to'g'ri yo'lni o'zi tanladi. Endi tasavvur qiling, 2 oy bir joyda qimirlamay yotishni o'ylang. Qancha vaqt, qancha kutuvlar ketadi va 2 oy davomida uni oilasini kim boqadi, rejalashtirgan ishlarini kim qiladi? Shuning uchun meni fikrimcha, oxirgi innovatsion texnologiyalar asosida perkutan vertebroplastika degan amaliyotni bajarish bemor uchun ancha optimal, to'g'ri yechim hisoblanadi. Bu videoda umurtqasi ezilib sinib, nima qilishini bilmay boshini changallab yurgan do'stingizga yuborib qo'ying.